Nega biz isbotlash tuzog'iga tushamiz? Bu ko'pincha shartli sevgi bilan bog'liq. Qachon isbotlash to'xtaydi? Inson qachonki o'zini boricha hamma kamchiliklari va xatolari bilan qabul qila olsa, isbotlash ehtiyoji yo'qoladi. Inson o'zini kimlargadir isbotlashga urinib yashasa, ichki tinchlik sekin-sekin yo'qola boshlaydi. Charchaydi odam. O'zimizni o'zimizga isbotlash onaga, erga, jamiyatga, o'tmishga, hatto ba'zida Xudoga ham isbotlash qachon boshlanadi? Odatda bolalikda. Bola shunday xulosaga keladi. Sevishlari uchun yaxshi bo'lishim kerak. Qabul qilishlari uchun qulay bo'lishim kerak. Meni maqtashlari uchun zo'r natija ko'rsatishim kerak. Odobli bo'lishim kerak. Ko'p gapirmasligim kerak va shu yerda ichki dastur yoziladi. Men shunchaki mavjudligim bilan, shunchaki borligim uchun emas, nimadir qilganim uchun qadrliman. Shundan keyin hayot doimiy harakat, doimiy o'zini ko'rsatish, doimiy qarang, men yomon emasman degan ichki chaqiriq. Lekin bir savol bor. Agar siz bir kuni hech kimga hech narsani isbotlamasangiz, nima bo'ladi? Hech kimga yoqishga urinmasangiz, hech kimni ko'ziga to'g'ri ko'rinishga harakat qilmasangiz, shunchaki o'zingiz bo'lsangiz, nima bo'ladi? Ichingizdan qo'rqinch chiqadi. Chunki ichkarida shunday qo'rquv bor. Agar isbotlamasam, meni tashlab ketishadi. Agar harakat qilmasam, meni sevmay qo'yishadi. Agar qulay bo'lmasam, meni yomon deb o'ylashadi. Aslida esa haqiqat boshqacha. Sevgi isbot bilan ishlamaydi. Qadriyat natijaga bog'liq emas. Hurmat rol o'ynash bilan kelmaydi. Doim isbotlashga majbur bo'lgan inson ichida yashirin g'azab paydo bo'ladi. Chunki u shunchaki ko'rilishni xohlaydi. Shunchaki sen yetarlisan degan bir jumlani eshitishni xohlaydi. Kurashga aylanadi.